ochyapsan, xayrli qilsin. Angmachoq, kelaverasizlar, ashilib oldik. Ha bu ancha rasxotam ketgandir-a. Ha mayli, qiyinchilik o'tib ketdi, 5 barmoqda onlaring. Senlar 5 barmoqdan olib o'tiringlar. Men az qaytam. Bu bir joy ochmasin ekan. Kibrini qara, kecha yurardi, eslaringdami? To'g'ri aytasan, qarz qurziga qilgandir. Bunda qattan shuncha pul. Pastku. Odamlarga ham hayronsan, boyosi moro bo'lsin dedi, kambag'al olsa qatdan olding dedi. Yo'q bo'lsa bera olmaydi, bor bo'lsa ko'ra olmaydi. Ha, siz avliyosiz. Do'stlar, yaxshi o'tirsinlarmi? Kemchiligimiz yo'q-ku? Hozir seni maqtab turuvdi. Seni oldindan bilardi zo'r bo'lib ketishingni, mana shunaqa joylar ochishingni. Ha to'g'ri aytasan, o'zi bir yoshlikdan harakatchan bola edik. Hammamizdan ajrab turardik, ha nima deysan? Rahmat, Allohga shukr. O'rtoq, insonlarga ham hayron qolaman-da. Orqangdan qanday bo'lsa, oldingda ham shunaqa bo'lsa-da. Oldingi zamonning erkaklar iymonli, e'tiqodli bo'lardi. Hozirgi zamonning erkaklari bir-birini go'shini yeydigan g'iybatchi bo'lib ketdimi deyman-da.